Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Islom va biz programmamizning 97-sonli ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqon. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalar ma'lum bo'lgandek, başlagan günümüzden tortib ta hozirgacha bu programmalarımızda her bir Müslüman, her birimiz çoxum dinimizde nayet roşan dalil ispatla üstüge düşünüşümüz gerek bo'lgan xilma-xil temalarni ayrim mavzu şeklinde huzuruna sunup kelyapmiz. Bugün mana 97. bölümlük yaptık. Nurgulluğan mavzularni paranlaşıp ötken bulduk bu jarayonda. İnşallah Rabbim bu söylengen temalarga tegishlik şekilde amel qilib, şunun bo'yicha yashash hayatımızda şununga ko'ra o'rinlashtirish qilishga Rabbim muyassar qilsin deb tilaymiz. Programımızın daimli mehmeni hamala tanışıp olan hürmetli Ustad Şark Türkistan Ölüm Ala Birliki şunaqla Dünya Müslüman Alma Birliki azası Abdurrahman Cemal Kaşıgari'ni teklif kıldık bu yanki programımız ama kıymetli vaxtını çıkarıp qadam təşrif qıpaqlı üçün aldığımdan köp rahmet etimiz. Rahmet. Allah razı olsun. Qadirli görürmələrimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq Naq Meydandan tarixli otudu. Ekran alda çıxıb duruyatqan numarımız şunaqla ictimai uçur vasıtlarıdır aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr, taklif yoki savollar bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Endi biz bugungi temamizni tunugun e'lonimizda bergandek, ya'ni shu sekularizmning islom dunyosidagi tajribasi mavzusida qildiganligimizni e'lon bergan bo'ldik. Albatta biz o'tganki 3 bölüm bugün hozir 4 bölüm bo'lib qoldi. Bu haqda nihoyatda tafsiliy holatda to'xtalyapmiz. Inshaalloh bugun xulosalaymiz bu temamizni. Bu albatta har bir musulmonning bugungi bir davrda har xil qaymoqtirish xarakterlik tashviqotlar ko'plab bo'layotgan bir mezgilda buning oldikanini ro'shan bir shaklda tushunishimiz kerak bo'lgan muhim bir tema bo'lganligi uchun bu temani nihoyat tafsiliy to'xtalgan bo'ldik. Bu vosita programmaga kirib kelsak, unda ustozim shu sekularizmning tushunchasiga buningga islom dunyosining ehtiyoji bormi buningga degan bir savoldan boshlab kirgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana peygamberimizge dua salamlar olsun. İslam'dan Hristiyan dini okşamaganlığı ve İslam dünyası da yüz bergen bir esir ya iki esir maben yüz bergen kıyınçılıklarını Avrupa kıtasida yüz bergen kıyınçılıkları okşamaslık sebebinden İslam alimleri ya İslam mütefekkirleri İslam dünyasınınki sekularizmga hiç ihtiyacı yok deb bekitgan. Yoki shunda qaragan. Chunki islom dunyosining mushkulasi bilan, qiyinchiligi bilan g'arb dunyosining qiyinchiligi bir-biriga o'xshamaydi. Qaraydigan bo'lsak, g'arb dunyosida din bilan siyosatning mushkulasi, aql bilan naqlning mushkulasi, ilm ma'rifat bilan dinning mushkulasi, hokimiyat bilan fuqaroning mushkulasi yoki o'zi muqaddas deb qaraydiganlar bilan xalqning mushkulasi qatorliq bir bo'lak qiyinchiliklar bo'lgan. Bu sababdan g'arbda sekularizm maydonga kelgan. Ammo islom dunyosi qarasa yoki islomning falsafasi yoki islom dini qarasa, islomda bu xil qiyinchiliklar mavjud emas. Yoki islom dunyosida yo'q. Masalan, islom dunyosi qarasa, islom dunyosida din bilan davlatning yoki din bilan siyosatning mushkulasi mavjud emas. Din bilan davlat orasida ziddiyat yo'q. İslam'da din bilen ilim, ma'rifat, aql orasida ziddiyat yo'q. İslam'da aql bilen naql orasida ziddiyat yo'q. İslam'da o'zlarini muqaddas deb qaraydigan yoki muqaddas hokim deb sifatlaydigan bu turdagi insonlar yo'q. Ama afsuski o'zi musulmon turug'liq İslamning mohiyatini tushunmaydigan bir qism ziyolilar maydonga kelgan bo'lib, bular Avrupa'nın güllenişini, yoki Avrupa'nın taraqqiy qilishini, yoki zamonaviy bo'lishini bu sekularizmning natijasi deb qaragan. Ya'ni Avrupa'nın dinni siyosiy hayotdan yoki dinni davlat hayotidan ayirganlikdan qo'lga kelgan natija deb qaragan. Shu bo'lib o'ylab qaraganki, bu turdagi ziyolilar biz Avropaga o'xshash taraqqiy qilmoqchi bo'lsa,
sanoatleşmekçi olsa, ilim ma'rifat yükselmekçi bo'lib qolsa, biz bu Yevropaga o'xshab bu dinni davlat hayotidan, siyosiy hayotimizdan, ilmiy hayotimizni ayirib o'tishimiz, yoki buni chet qaqishimiz, yoki parvo qilmasligimiz, yoki masjidga cheklab buni bir taraf qilishimiz lozim deydigan bu xil o'yga kelib qolgan. Ama bu ziyolilarninki, bu turdagi ziyolilarninki xarakteriga qarasak, bularda psixik jihatdan bir mag'lubiyat bor. Psixik jihatdan mag'lub bo'lganlikni his qilish bor. Hem g'arbning mustamlika ideyasini qabul qilish emi bor. Hem g'arbninki fikriy jihatga, ideya jihatga hujumga uchrash illati bor. Bu turdagi ziyolilar sababidan islom dunyosida yoki islomda bundan tasavvuri bo'yicha islomda din bilan davlatning aloqasi yo'q deb qaraydigan. Xo'sh. Islomda siyosat yo'q deb qaraydigan. Bu payg'ambarimiz davlat qurgan emas. Payg'ambarimizning siyosat bilan munosabati yo'q deb qaraydigan. Islom faqat tuzumga emas insonga, asos qonunga emas insonningki vijdoniga xitob qiladigan bir dindan iborat. Faqat dindan iborat. Buning davlat, jamiyat hayotlik bilan munosabat yo'q deydigan g'arbchi ongdiki yoki g'arbchi mijozdagi bir bo'lik ziyolilar maydonga kelgan. Bu ziyolilar g'arb dunyosiningki siyosiy sohada bo'libmi oxirgi bir qancha yil mobaynida siyosiy sohada qo'lga keltirgan natijalarga qarab yoki uningga mastan bo'lib islom dinini xristian diniga qiyos qilib bizmi islomni ijtimoiy hayotdan yoki siyosiy hayotdan chiqarib etsak yoki uni bir taraf bilan qissak yoki islom cheklasak bizmi g'arbdek taraqqiy qila olamiz deydigan bu xil o'yga kelib qolgan. Shunga bu ziyolilarning ichidan bu islomning xarakterini, islom madaniyatining tarixini tushunmaydigan bu ziyolilarning ba'zisi o'zlarining musulmon kimligidan kechib sekularizm kimligini qo'llanishga chaqirib yozgan bir bo'lik yozmalar ya asarlar bor. Masalan, bularning ba'zisi biz taraqqiy qilishimiz uchun yoki zamonaviy bo'lishimiz uchun sekular bo'lishimiz shart deb kitob yozgan. Yana ba'zisi biz demokratlashishimiz uchun sekular bo'lish zarur deb kitob yozgan. Ya'ni o'zi qarasak musulmon, ammo fikri, ideyasi bularning tamoman sekularizmcha yoki g'arbcha. Xo'sh. Amaliyotda zamonaviylashish uchun yoki taraqqiy qilish uchun yoki demokratlashish uchun sekularizm bo'lishning hech qanday munosabati yo'q. Sekularizm bo'lish buning shart emas. Chunki sekular davlatlar qarab boqaylik. Sekular davlatlarmi bir xil emas. Bu davlatlarning ba'zi dal diktatorlikning, mustabidlikning namunasi. Masalan, arab davlatlari qarasak buning misollari samandek chiqadi. G'arb dunyosiga qarasak, masalan Fransiya, Rossiya, Hindiston va uningdan boshqa bir qancha yerda bu mustabidlikning yoki diktatorlikning o'rnagini ko'rib olgan bo'ldi. Bularning maqsadi nima desa, bu xil tashviq qilayotgan, bu xil tushuncha bazasiga demokratlash. Bu demokratiyani bir tushungan bo'lsa, demokratiya demak har bir millatning yoki har bir insonning o'ziga hokim bo'lgan shaxslarni o'zining erkin irodasi bilan tanlashi demakdir. Bugün zamanla ifadesi şu. Gerçi konu tonuşturucu başka şey olmaz. Taraqqiy qilib bir yakıp to'xtadi. Ama İslam'dan ki siyasi nazariyat qarsa, İslam'da mı hakim bo'lgan adam del milletdan ki erkin iradesi bilan saylanadi. İslam'ın prinsipi. Gerçi bazı devletlerde yoki bazı tarixda boshqacha tatbiqlangan bo'lsa, lekin İslam'ın ki siyasi nazariyasida hakim bo'lgan adam mustabid diktatorlik bilan saylanolmaydi. Demek bugünkü demokratiya da'vo qilayotgan ya demokratiya prinsip deb qarayotgan bu hokim tanlashdagi nazariya islom bilan o'xshib ketadi. Demek demokratiya bugungi kunlikda siyosiy erkinlik demek. Bu siyosiy erkinlikni qo'lga keltirish uchun bu sekular bo'lish shart emas. Chunki biz musulmonlarningki asos qonuni bo'lgan yoki asos qonunning manbasi bo'lgan Qur'on sunnatda, chunki biz musulmonlarningki asos qonunning manbasi bo'lgan Qur'on sunnatda g'arbga o'xshash yoki Yevropaga o'xshash masjid hokimiyat mavjud emas. Faqat masjidga imom bo'lgan yoki cherkov hokimiyat yurgizgandek bu masjidlar hokimiyat yurgizadigan unda bir nazariya
Bizdeki Kur'an sünnet menbaimiz yok. Hem İslam alimleri, İslam mütefekkirleri yoki İslam imamlar mujtahidlarini muqaddas deydigan bu xil nazariyam yo'q İslamda. Bizde peygamberden başka her qanday insan to'g'ri qiladi va xatolashadi deydigan bu insonlik nazariyasi bor. Xo'sh. Hem shundaqlam hokimlarni nima deb atalishdan qat'iy nazar bu muqaddas, ulug' zot, buni haqida gap qilish bo'lmaydi, buni tanqid qilish bo'lmaydi, yoki e'tiroz qilish bo'lmaydi degan bunday safsata yoki bunday nazariya, bunday gap yo'q bizda. Demak, bu yerda masjid hokimiyatida xristian nazariyasi qiyos qilish bu yerda tamamen xato. Demak, gapimizni xulosasiga kelsak, islom dunyosida demokratlashish uchun sekularizmni bozor salayotganlar yoki demokratlashish uchun sekularizm shart deb qarayotganlar, bular sekularizmni bozor sanmoqchi bo'lganlar. Sekularizmni majbur tangmoqchi bo'lgan diktator mustabidlarning dil o'zida iborat. Buni islom dunyosidagi misollarning hammasi 90% ko'p misollarning hammasi mana men deb buni isbotlab berdi. Balki bir oz ekan buni izohlashimiz mumkin. Endi kunimiz qarasa islom dunyosida bugungi musulmonlarning oqida qilishining sababi bo'lgan hokimiyatdan mustabid diktator bo'lishining sababi bo'lgan eng chong omil nima? Sekularizm. Nima uchun Arab dunyosidagi yoki islom dunyosidagi hokimiyatimiz mustabid diktator buning birinchi manbasi sekularizm. Islom emas. Qur'on sunnat emas. İslamның siyasi nazariyasi yoki siyasi prinsipi emas. İslam dunyosidagi mustabidlikni, diktatorlikni orqada qolishidagi birdan bir tüp sababi, halqiliq sababi siyasi mustabidlik. O g'arbda sekularizm deyotganlarni diktator qilinmagan bu sekularizm islom dunyosiga kelganda qanday bu arab davlatlarini yoki islom dunyosini diktatormushdan mustabid qilib o'tadi demdi. Buni bir az tafsil to'xtatsam yaxshi bo'lishi mumkin bu temada. Chunki qistirib o'tash bilan bu masala biroz g'ubo bo'lib qolishi mumkin. Demak, kunimizda diktatorlikningki, mustabidlikningki va oqida qilib qolishimizning bugun o'xshash chechalang'o parakanda ortimizda tushib qolishning sababi sekularizm. Bugun musulmonlar bundan qutulib, bu illatdan, bu musibatdan, bu ofatdan qutulib, islomning prinsiplari va qimmat qarashlariga uyg'un keladigan siyosiy demokratiyaga chaqiriq ilgari surmoqda. Yani siyasi jihatdan demokratlaşayları. Qanday shart bilansa islomning prinsipi va qimmat qarashiga uyg'un holatda. Ya'ni davlat boshqarish, hokimiyat boshqarishda boshqa millatlarda yoki demokratiya bo'lgan ilg'or tarafini olaydi, ammo falsafasi, davlatning falsafasi, qimmat qarashi, prinsipi bu o'zimizning asli manbasi bo'lgan Qur'on sunnatdan ilmlaydigan bu tashviq yoki bu xil da'vat bazasi surmoqda. Uning ustiga musulmon xalq ommasimi siyasi demokratiyanın, biz ideaviy demokratiyani demidik, yoki falsafiy demokratiyanın, siyasi demokratiyanın davlatni boshqarishga bir vosita bo'lib bilan. Masalan, hokim tanlashga o'xshash, huquqni tinch o'tkazib berishga o'xshash deganga o'xshash. Bir vosita bo'lib bilan islomning qimmat qarashiga, islomning ko'rsatmalariga zid kelmaydiganligini musulmon xalqmi buni his qilib yetdi. Buni Arab bahor harakatida taxim ro'shan buni ko'rib olgani bo'ldi. Bundan ise g'arb dunyosi qarsak bugungi kunlikda sekularizmdan bir-birlab bo'limi chekinmaydi. Sekularizmni bir-birlab bo'limi qo'l uzmaydi. Balkim buni ba'zi nadba deyish mumkin. Buni g'arb dunyosining ideaviy, fikriy dunyo qarshini kuzatgan tadqiqotchilar bo'lsa, kallasini obdan lo'paynaklik qarab ishlatadigan lo'pqas bu masalani his qilib yetadi. Xo'sh. Abay so'zingizda Frans diktator davlatlarni misol keltirib Fransiyani deb qolmaz. Yani bir gen demokratik devlet değil vakan Fransa'nın diktatörü deganingizda nimani ko'zda tutdingiz? Demokratiya davlatning shartlarining birisi hokimiyatning insonlar tomonidan erkin saylanishi, masalan, qonun davlati bo'lishi, fikr erkinligi bo'lishi, ifodalash erkinligi bo'lishi bir-birlik buningki qoidalar yoki prinsiplar. Fransiyaga qarasak, bugungi kunlikda islomdan boshqa hamma dinni ochiq bo'ladi. Bu 5 milyon 4 milyon yakın bir Müslüman fuqarası yaşaydigan bir devlet.
İslami kimlik hücum çıkardı. Bu halik bazı bir radikal teşkilatlar tarafından emas, devlet tarafından, vezirler tarafından, hatta ki reisler tarafından İslam çekilmiş çıkardı. Bu demokratiya buluş için dini erkinlik oluş lazım. Şu devlet yaşaydıgan fuqarolarning hammasi devletninki asas kanunu, hukuku boyunca erkin holatda yashash kerak. Huquqdan to'liq bahramand bo'lish kerak. Ammo musulmon kelgan chaqda bu yer yo'q. Unda bo'lgancha bu mustabidlik demdiq, erkinlik demdiq. O'zi da'vo qilayotgan narsaga o'zi amal qilmagan. Bu reallik ko'rinib turibdi. Haqiqatan oxirgi yaqinqi yillarda hali kuchli axborotlar ham kelyapti bu. Xo'sh, endi shu yoshlarimizniki shunday siz yuqorida so'zlab o'tgan shu masalalarga xuddi shu islomni sekularizmga qiyos qilib, cherkov hokimiyatiga qiyos qilib shu din arilishi bo'lsa, ayadiki asli qanday buzilib ketgan sistemni tekshirmasdan, sistemini tekshirmasdan islomdan musha akirsak davlatning ishlariga islom aralashib qolib qolsa, xuddi shularni buzgandek buzdi deb tushunib qolishidagi sabab, ya'ni shunda xato tushunib qolishidagi sabab yoshlarimiz bo'lganki ziyolilarimizniki. Birinchi xatolik ularning o'zining dinini tadqiq qilib, manbasidan tushunmasligi bir sabab bo'lgan bo'lsa, yana birisi ikkinchi bir masala bugun mavjud dunyoda hech bir islom davlatini islomga haqiqiy amal qilib islomning bir parlaq nurini vakillik qiladigan bir ko'rsatib bermaganligidan acaba? Nima uchun bu islom 1400 yillik tarix desak, Muhammad alayhissalom kelgan tarix. Nima uchun biz yashagan bu bir asrlam o'rnak, bir asrlam delil pak sifatida o'tirib qo'yildi? Nima uchun musulmonlar falokatga duch kelgan, parchalangan, bo'langan, davlatsiz qolgan, mustamlikadan siyosiy jihatdan, ideologiy jihatdan, qonun jihatdan qutulanmagan bir davrlam o'rnak delil sifatida ko'rsin. Nima uchun ilgirki, bir asrda ilgirki davlat qo'ygan, hokimiyat bosh qo'ygan, asas qonunni islom meydan kelgan tatib o'tgan hafta deganimizdek 47 moddalik asas qonunni o'tirib dunyoda birinchi qatim inson huquqini jakalagan, uning rangi qanday bo'lsin, irqi qanday bo'lsin, qaysi millatdan bo'lsin, nadan bo'lsin, inson bo'lishibdi bilan bu muhtaram bir inson, buning huquqi va buning chekilishga bo'lmaydi, ziyonkashlik qilmasam degan bu nazariyani, bu falsafani, bu qonun o'tirib qo'ygan islomning o'rniga nima uchun burunqi emri bu mavjud bo'lgan davlatda erilmaydi. Yani bugün kunlikda islom vakillik qiladigan bir davlat bo'lmaganligi uchun islomda siyosiy nazariya yo'qmi? Bu xuddi ba'zilarniki ko'zimiz ko'rmaganligimiz uchun, Allohning ko'zimiz ko'rmaganligi uchun ishonmaymiz degan gibi tamamen o'xshab qolmoqda. Bu g'arb dunyosiningki demokratiyasi bek oxir suvgan vaqtda bir asr. Ena oldiga qarasaqmi? Birinchi dunyo urushi qarab boqaydi Yevropa. Ikkinchi dunyo urushi qarab boqaydi. Hozir bo'layotgan Ruslar Ukraina urushi qarab boqaydi. Uningda ilgari butun balay musibatning urushning manbasi Yevropa emas. Xo'sh. Bir-birisi bilan ishki. Hozir urushmi? Ayni urush. Haqiqatan echinish. Tarixda nurg'un qirg'inchiliklarningki paydo bo'lish manbasi shu. Bir dinninki a'zolari bir dinning ergashliklari, bir dinning mazhablar asosiga qirg'inchilikni boshqa yerga bular import qilib chiqaryapti, eksport qilib chiqaryapti. Demek bir yerde bugün kunlikda kelgan bu narsa qarab ilgirda zodi demokratiya g'arbda andaqdi, mandaq esildi, burundan tatib mushta yashab kelgan demokratiyani mush nazar 1000 yildan tatib 600 yil tatib batib diyelanmış kim diyolmaydi. Bugün inson aqli nurg'un qon to'kilib Yevropada, nurg'un badal to'lab, necha millionlagan insonlar o'lib, o'z ichida, o'z bir dinda turib, bir irqib turib, bugün kelgan natijasi. Shung buningki biz deymizki, islomning qimmat qarashi siyosiy prinsiplarga taqashmaydigan taraf bo'lib qolsa, buningdan biz foydalansak bo'ladi. Chunki islom buning yo'l qo'yadi. Chunki bu islomning xarakteri deyapmiz. Ko'p rahmat. Haqiqatan nihoyat muhim bir nuqtaga diqqat tortilgan bo'ldimi shu. Bir tarixni unda oldimizga qo'yib, bugun voy deb ko'zimizning oldida valdir palildab ketayotgan, shunda ko'rinib ketayotgan shu jamiyatlar, shu davlatlarning shunday bir tarixini açsak, islomdan unda bir inson nomus qiladigan bir batlarni topib qo'yolmaydi endi. Haqiqatan yani bir-biridan inson ig'izga og'isiz bir-birini qanchalik darajada vahshiy qirvatganligi, ish qilib insonning badanlari shurkanidek darajadagi tarixi bor. Bugungi eng dunyoga madaniyat sotaman deyotganlarningki
bu mening mush madaniyatimni butun dunyo mushni qo'llashi kerak, mushlarni boshqalarga eksport qilishim kerak deyotgan kishilarniki, hokimiyatlarniki tunugunining qanday ekanligini ko'rsak, o'zimizning bu shonliq asrlar bo'yi davomlashib kelgan bu angushtirimizga bir qarab boqsak, undan keyin kimning madaniyatli ekanligini haqiqatan bilib olib bo'ldi. Xo'sh, endi bugungi shu zamonaviylashish kerak, taraqqiy qilish kerak degan bu fikrlar, undan bo'lsa islom dunyosi bu sekularizm degan narsadan tamamen qutulganda zamonaviylashishda taraqqiy qilamdi yoki shu sekularizmga kirgan vaqtda undan zamonaviylashishdi? Bu nihoyatda yangi nozik masalalarning birisi, ko'plagan yoshlarimizni qaymoqtirayotgan. Biz biroz yana insof nazari bilan biroz tarix qarab boqaylik. Yoki shunqurroq bir tahlil qilib boqaylik o'zimizni va boshqalarni. Endi Yevropaga qarasak, Yevropaning bugungi taraqqiyoti, yer taraqqiyot bormiz va texnik sanoat jihatda, ilm fan sohasida va boshqa qatnash deganga o'xshash bir bo'lik sohalarda. Bu Yevropaning bugungi zamonaviyligi yoki taraqqiyoti neden kelgansa, chirkov dinini dindan va davlat hayoti chiqarib tashlaganlikdan kelgan. Bu haqiqat, bu haqiqat. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Kerakdi. Ular uchun kerakdi. Ular uchun kerakdi. Ular uchun kerakdi. Ular uchun kerakdi. Nima uchun bu yerda Yevropa bu zamonaviylikni qo'lga keltirish uchun chirkov hokimiyatini yoki dinni, siyosiy, ijtimoiy va boshqa hatto ilmiy hayotdan chiqarib tashlasa, chunki chirkov hali uzun zaman qadar xurofotning manbasiga aylanib qolgan. Zulm, zolimlar bilan bir saf tutgan. Pomchiklar bilan shiriklashgan. İlim, ma'rifat va aqliy tafakkurga dushmanga aylangan. Mustabidlarga yarı yo'lak bo'lgan. Hokimlarning yoki mustabidlarningki bostirish vassi bo'lib bergan. Hurlik, bel siyosiy hurliklarni va fikr erkinligining husumatchisi bo'lib qolgan. Bu chirkovninki berib qolgan holimiz shu. Shunga bu xil illatdan qutulmoqchi bo'lgan, zamonaviylashmoqchi bo'lgan, taraqqiy qilmoqchi bo'lgan, gullanmoqchi bo'lgan millat bizni gullanishimiz kerak. Bular aqlni topgan vaqt 16-asrning oxirining oldida Fransiya inqilobi bo'lguncha mushu holatda yashagan bu uzun zamongacha. Biz bu gullanishimiz kerak boshqalarga o'xshashdi. U vaqtda eng gullangan madaniyat islom madaniyati to'liqlayotgan. Hech bo'lmasa musulmonlarning taraqqiy qilishimiz kerak edi. Bu musulmonlarning ilm fandagi o'z vaqtida, garchi bugun uxlab qolgan o'z vaqt sanoatini bu tadqiq qildiganlar qarab baqsa bo'ldi. Gullanishimiz kerak degan nuqtada bizga to'sal bo'lgan omil nimadir? Bizning taraqqiy qilishimizga zamonimizda to'sal bo'lgan omil bu chirkov hokimiyati. Chirkov dini. Shunga bu zamonaviylikka erishmak uchun, siyosiy hurlikka erishmak uchun, erkin fikr qilishga erishmak uchun bu dinni biz ijtimoiy hayotdan yoki jamiyat ta'sir ko'rsatib supurib tashlash lozim deb qaragan, ham buni ishga oshirgan. Bu Yevropaning qilgan ishi to'g'rimi o'zi to'g'ri edi. Chunki zamonaviylikning, taraqqiyotninki, erkinlikninki dushmaniga aylanib qolgan bir din. Yevropaning qilgan ishi shularga nisbatan to'g'ri edi. Demak, sekularizm bu xil sababdan maydonga kelib qolgan bir narsa. Endi islom diniga qarasa, islom dini chirkov diniga o'xshamasa o'xshamaydi. Dunyo qarash jihatdan bo'lsin, aqida jihatdan bo'lsin, hatto Parvardigorimiz Allohga ishonish jihatdan bo'lsin o'xshamaydi. Taraqqiyot nuqtasiga kelsak, islom dinimizda o'zligidan taraqqiy qilgan bir omil bor. Xo'sh. O'zligidan yangilik yaratadigan bir xarakter bor. Balkim ba'zan islom 1400 yil bo'lib tursa, ko'nab qoldi, buni bir paqirtib qo'ydi, aytib qo'ydi, biznes qo'shab qo'yilish hojati yo'q. İslam dininin xarakteri de var. Çünkü İslam dini aqida, ibadet, axloqdan boshqa sahada, yani ijtimoiy ishlarda, siyosiy ishlarda, iqtisodiy sahada, istixbarat, davlat boshqarishlarda bu saha kelgan chaqda aql ishlatinglar deb buyurgan din. To'g'rimizlab qo'ymaganda, to'g'rimizlab qo'ymagan yerdan chiqolmaysizlar. Dunyo ishini o'ylanglar, izlaninglar, tadqiq qilinglar. Bu kim bilsa shundan foydalanadi. Antum a'lam bi umur dunyokum. Bu dinimiz dedi ki bir yerde dastlabdan tortib, Payg'ambar alayhisalom zaman tortibdiki, kim ijtihod qilsa, ya'ni aql ishlatsa,
Ya'ni dinda kaskin hujjat kelmagan sohalarda buni taraqqiy qildirish uchun, zamoniylashtirish uchun, turmushni yaxshilash uchun, insonlarga bir baxt saodatga erishtirish yo'llarini osonlashtirib berish uchun ijtihod qilsa, izdansa, tadqiq qilsa, aqlni ishlatsa, to'g'ri yakun chiqara olsa, ikkisi mukofot. Agar bu to'g'ri niyat bilan izlab xatolashib qolgan taqdirda buning yana bir mukofot bor degan. Bu maydonni rag'batlantirishdan. Bu maydonni taqdim qilgan bir din. Bu dinimizning xarakteri. Shuni bu yerda islom dinida eng az o'g'avatan har davrniki bashida eng cho'ng mutafakkirdan birisi dunyoga keldi deydigan payg'ambarimizning hujjati. Bu xulus bo'lgan odam emas. Ya'ni musulmonlarning dini tushunchasi oxir chiqinsa, ya'ni musulmonlar islomni xato tushunib olsa, islomiy tushunchisini to'g'rilaydigan, asli holati qaytaradigan davrda o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, islomning undan kammaydiganlik, orqada qolmaydigan ifodalar beradigan, ham shu izlanadigan mutafakkir mujtahid olim har zaman, har asrda kelib turdi deydigan bayonlari dalil paketdir va bir din. To'g'ri musulmonlar uxlab qolishi mumkin bugungidek. G'aflat o'qsuq tushunishi mumkin, chekinishi mumkin, qulluq holida uchib qolishi mumkin, bichorati uchib qolishi mumkin. Lekin islom unday emas. Islom o'zlik kuchi bilan oldiga qarabman. Islom o'zlik kuchi bilan, ijtihod xarakteri bilan o'zidagi, izdanish xarakteri bilan o'zidagi oldiga qarabman, to'xtab qolmaydi. Musulmon uxlab qolsa uyquni ochdi. Bu sening qilgan vazifangdir. Bu seninki e'tiqodingning taqozosi. E'tiqodingni qo'g'dash, fikringni sog'lomlashtirish, Allohga sog'lom ibodat qilish uchun bu dunyoni to'g'ri idora qilishing kerakdir. Buning uchun izlanmasa, tadqiq qilmasa, ilm ma'rifat olmasa, ijtihod qilmaydi. Ijtihod qilish demak aqlni ishiltish. Ya'ni yuksak darajada bilim ma'rifat ega bo'lish degan gap ijtihod qilish uchun. Har sohada, har kasbda. Bu dinimizdagi buyruqimiz shu. Demak, bu yerda islom dini bilan xristian dini o'xshamiz. Xristian dini uxlab qolgan bo'lsa o'zining xarakteri. Ammo islom dini har davrda, har qit'ada, har zamonda bo'lib qolsa, hargiz uxlab qolmaydi. Davomli yangilik ekan. Shuni bugungi musulmonlar ojiz bo'lgan, o'zini qo'g'dayamayotgan bu davrdami Yevropaga o'xshash ilm jihatda, sanoat jihatda, texnik jihatda taraqqiy qilgan yurtlarda islom taraqqiy qilmoqda. Islom o'zlik kuchi bilan oldiga qarab bormoqda. Demak, biz o'zimizga ishonsak, o'zimizda namanasi bor. Izlanish bilan, tadqiq qilish bilan, tafakkur qilish bilan, o'zimiz banasini o'tirg'a chiqish bilan, o'zimiz his qilolmay boshqalarga foydali narsa bo'lgan bo'lsa, uni foydalanish yoki qabul qilish bilan bu eng kuchlarni o'tirg'a chiqalaymiz. Xo'sh. Ham islomda shunday xarakter bo'lsa-mi? Ya'ni o'zini yangilab turib gullanish xarakteri bo'lsa-mi? Lekin islom ellerini besib olgan mustamlik kuchlari, xo'sh, 20-asrning boshiga qarsak, Arab dunyosi, islom dunyosi hammasi mustamlik tushgan. Bizdan keyinda balkim bir oz, ammo hammasi mustamlik tushgan. Bu islom ellerini besib olgan mustamlik kuchlari islomni siyosiy hayot sohasidan ayirib etdi. Bu din bilan siyosatni aralashtirish bo'lmaydi degan qonunni o'tirib qo'yib, musulmonlarga bu hukmni majburiy tanidi. Endi bu xil hukm qarta bir bo'lik odamlar bular yetishtirib chiqdi. Ya'ni o'zining dumbuqini chaladigan odamlarni yetishtirib chiqdi. Ya'ni o'zining maktablarda bir bo'lik odamlarni tarbiyalab chiqdi. Tashki bular o'zining kimligini bilgan bo'lsa, o'zining milliy kimligini, diniy kimligini saqlab qolib shu yerda bilim olgan bo'lsa. U yerda bilim olgan bilan mustamlikchilarning maktablarida, ammo bular o'zining dinidan bilmaydigan, o'zining kimligini tushunmaydigan yoshlar bo'lganlik uchun bular orqali skolarizmni ziyolilar sohasida bir ideyaga, kulturga aylantirdi. Bu orqali bu yoshlarni o'ttirg'i chiqarib, ya'ni mustabid, ya'ni mustamlik kuchlari bu yoshlar o'ttirg'i chiqarish orqali bularni hokimiyat sohasiga, davlat sohasiga, ma'murlik sohasiga o'ttirg'i chiqadi. Bir bo'laklarni rais qilib chiqadi, bir bo'laklarni hokim, bir bo'laklarni qozi qilib o'ttirg'i chiqadi. Bugungacha davom qilyapti. Bugungacha bu davom qilyapti. Natijada skolarizm lider bo'lgan odamlarni yetishtirdi va skolarizm xarakterdagi partiyalarni maydonga chiqdi. Endi bu islom dunyosidagi bu skolarizmning mahsuloti nima degan savol tushishi mumkin. Bu mahsulot qarasak, ko'pincha holatda bu skolarizmning qo'lga keltirgan mahsuloti mag'lub bo'lish, aqida qilish
yoki yomon bo'ldi deyish bilan to'xtab qolmaydi. Balki biz desak bu yerda yomon bo'ldi deymiz. Mag'lub bo'lish bo'ldi, oxir chekinish bo'ldi deyish bilan to'xtab qolmaydi. Bu sekularizm islom musulmonlar islom dunyosida ofatga, musibatga, xafalikqa aylandi. Nima uchun degan vaqtida? Chunki yarim asrdan jiq, balki bir asr. İslam dünyası musulmonga tushgan tarix biroz farqli. 20 nechidan boshlangan bo'lsa, ba'zi 19-asrning oxirlarida musulmonga tushishga boshlagan. Masalan, Misrga o'xshash, Marokashga o'xshash deydi. Yarim asrdan ortiq islom dunyosida hokimiyat beshiq chiqqan bu sekularizm erboblari yoki tashkilotlari yoki partiyalarda roli nima bo'ldi desa, Yevropaning zulmat davridagi chirkovning roliga o'xshab qoldi. Yevropa zulmat davrida chirkov nima rol o'ynagan? Ilm ma'rifat qarshi chiqqan. Bugun islom dunyosi ilm ma'rifatning ahvoliga qarab boqaylik. Bir asr mobayn zamoniy o'lishimiz, taraqqiy qilishimiz, g'arbdan keyinda maqsaq, ashniki shlapsini kiysak, gilaskun taqsak, yana bijim bo'lsak, bijim bo'lamiz degan odamlar hozirgacha ilm ma'rifat keyinadi. Iqtisodiy jihatdan gullanamiz degan iqtisodiy jihatdan gullanmadi. Siyosiy jihatdan demokratlashib insonlarga erkin fikr qilish, erkin saylab qilish huquqiga erishtiramiz degan halbuki hammasi mustabid diktator. Demak, chirkovninki zamonidagi rolni shuni o'ynab keldi bo'ldi. Ya'ni o'z huquqni o'tdasa, bu yerda millatninki, ummatninki yoki islomdan yoki boshqa narsa bilan hech qanday buni g'am bo'lmaydi. Yonchiq to'ssa, o'tadi. Chunki buniki xo'jayinlari shunchalik bo'lishni xohladi. Xo'sh. Bularniki yuksilib ilm ma'rifatda, sanoat unda qilib ketishni xohlamay ketmadi. Çünkü undagi adamlarni u hokimiyat beshiga chiqqanini qo'ymadi. Ya'ni milliy kimligi bor, diniy kimligi bor, lekin ilm ma'rifatga ega, kallasi ochiq bu odamlarning hokimiyat sohasiga u yoki akkamadi. Bu Xitoyniki qo'llangan hokimlarni saylash yoki 36 tadbirniki ba'zisiga tushib qoladi bularni. Chunki mustamlakaning qo'llangan usullari Machiavellining nazariyasida bu masala aniq bayon qilingan. Masalan bu sekularizmniki qo'lga keltirgan natijasi qarasak, buni misol olsak, masalan Misr. Dastlab Fransiya mustamlakasiga duch keldi. Keyin Angliya mustamlakasiga duch keldi. Hozirga qadar ideaviy mustamlakadan, siyosiy mustamlakadan iqtisodiy mustamlakadan qutulgani yo'q. Aljeriyani misolga boqaylik, Tunisni misolga boqaylik, Suriya, Iroqni misolga boqaylik. Qaysi birisida ilmiy jihatdan taraqqiyot bor, qaysi birisida siyosiy erkinlik jihatdan taraqqiyot bor. Qo'l keltirgan mahsuloti nima? Yani manchilik bir natija kelibdi, mushul hokimiyat sekularizm hokimiyat besh chiqqanlik uchun manchilik bir natija qo'l kelibdi, nima badastan tashig'ili. Endi bu sekularizmniki keltirgan ofatlar, musibatlar bir nechani sadaf qildi, faqat bir necha. Bular musulmonlarning dinini va dunyoligini buzib etdi. Dinini buzib tashladi. Butun axloqsizlik hammasi o'sha. Dunyoligini buzib tashladi. Yani dunyodagi insoniy qimmatini yo'q qilib etdi. Bu musulmonlarningki erkinligini ve insani okun depsandi qilib tashladi. Demokratiya deb da'vo qildi ko'pincha davlatning qismida, ammo insoniy qimmat, insoniy erkinlik, insoniy huquq bo'lmasi yo'q. Aqidasiy axloqini bir yerga olib berib ojizlashtirib. Tanqid qilib qolsa hokimiyat sohasini yoki e'tiroz bildirib qolsa, udullam uni qarzindan tashlab qiynadi. Bu mustamlaka madrasalarda yoki maktablarda yetishib chiqqan sekularizm arboblarining yoki sekularizm liderlarining yoki partiyalarninki islom dunyosidagi amaliy sharkatlarninki bir namunasi yoki bir misol. Bular chirkovga o'xshash, chirkovning o'zining ko'z qarashini muqaddas, faqat xatolashmaydigandek bu sekularizm partiyalarmi yoki hukumat beshiriklarmi bizning dinimizni to'g'ri deydigan. Bular mustabidlikni, diktatorlikni demokratiya deb millatga majbur qildi. Saylan bo'ladi, hammasi saxta chiqadi bunga. Arab dunyosi 90% bilan tutgan bo'ldi. Chunki sandiq yoki daryo uchib ketadi, appoqchi yoki kichik o't ketadi bu binoga. Ishdan bu yo'q ish bo'ladi. Buni demokratiyani ishga oshiramiz, demokratiyani ilgari suramiz deydiganlar, bunda yakaga vaqtida mayon qarab turadi. Nimish qilsa bu yer demokratiya bo'lib qolsa, musulmonlar erkin fikr qiladigan, erkin tafakkur qiladigan, o'ziga yaqinlik, o'zi yaxshi ko'radigan bir odamni saylagan vaqtida bilimli odamni chataq chiqadi. Chataq chiqadiganligini bildi. Shu ashada ba'zilar
nima adamni saylaganda, bularmi? O'zining g'amidan boshqani o'ylamaydigan, boshqa nari yo'tlasa, yurganni qayoqqa tassa, shu yoqqa mang'argan bu odamlarni hokimiyat beshida o'ttag'izib chiqarliq. Shunga bu xil diktator skolarizmchilarning nazarida e'tiroz bildirgan, tanqid qilgan yoki ularning ko'z qarashi boshqacha siyosiy nazariyani o'tirib qo'ygan odamlar radikal deb sifatlandi yoki zamonaviylikdan keyin dushmani deb sazoy qilindi. Bu tarix nurg'unlagan sanoqsiz misollar bor. Xo'sh. Ham balkim bunday olsak bu Yevropaning bu taraqqiyotida bir foydali biznes yo'qmi bu yerda? Bir foydalaniladigan yer yo'qmi deyish mumkin ba'zi qarindoshlar. Albatta bor. Ilm fandagi ilgarilash, sanoat, texnik sohasi, yaqin vaqtida insonning qimmatini his qilib yetishi yaqin biz 1400 yil ilgari bizda qonun bo'lgan, Qur'on sunnat bilan bundan yaqin vaqtida gap chiqishi, degan o'xshash, fikr erkinligi degan o'xshash, axloqiy buzuqchilik yoki radikallik nimasini hisob qilmasa, ortiqchilik bormi bo'lmas. Ve onu qabul qilish islomdan bir cheklimiz yo'q. Chunki o boshqa bir dinimizda hikmat, ya'ni to'g'ri ish nima bo'lib qolsa, uni qabul qiladigan bizda falsafa yoki bizda aynan bir qoida bor. Xo'sh. Demak, bu to'g'ri kelgan aqidamizga, ko'z qarashimizga islomning prinsip uyg'un kelgan taraf bo'lsa, Yevropalikdan chiqamdi yoki Hindistonlikdan yoki Amerikadan chiqamdi, uni qabul qilsak bo'ladi. Ortiqchiligi bor. Yevropalikni albatta insoniyatga foydali qo'ygan tibobat sohasida bo'lsin, yoki astronomiya sohasida bo'lsin, yoki boshqa sohada bo'lib qolsin, nurg'on ortiqchiligi bor. Buni qadrlash kerak edi. Endi bu Yevropalikninki zamonaviyligida yoki zamonaviy yo'l qo'lga keltirgan ortiqchilikning eng muhim nima desa, mushu bugungi holatga keltirgan bir sabab bor. Ya'ni ilm-fanga qarshi turgan, aqliy tafakkurga dushmanlik qilgan, davomli zolim mustabidlarninki yanida sap tutgan, chirkov dinini siyosiy hayotdan supurib tashlab, erkin fikr qilish atlangan bu alohidlikni qo'llashga, buni olqishlashga arziydi. Eng cho'ng alohidlikning birisi. Agar osh ishni qilmagan bo'lsa bular, bugungi bu taraqqiyotga erishmagan bo'ladi. Bu Yevropalikniki alohidliklarning birisi. Endi bu skolarizm qo'lga keltirgan alohidlikning birisi. Endi bu skolarizm Yevropada ilmiy jihatdan, sanoat jihatdan bu ortiqchiliklarni qo'lga keltirib bildik. Endi bu skolarizm islom dunyosi qo'lga keltirgan ortiqchiliklar netisini. Netisma yuqori sanamizda ya buzg'unchi hokim, mustabid hokim, yoki mustabid partiya, yoki buzuq ideyadan boshqa narsa ko'rinmaydi bu skolarizm netisasi. Chunki bularning islom dunyosida bir qator qarab chiqadigan bo'lsa, qo'lga keltirgan netisasi nima desa, demokratiya mavjud emas. Masalan, arab dunyosi misolga olsak. Erkinlik, siyosiy erkinlik bormi yo'q. Ko'p xil partiyalar bormi yo'q. Ilmiy jihatdan gullanish bormi yo'q. Taraqqiyot bormi sanoatdan desa u yo'q. Amallik bormi u yo'q. Nima bo'lsa? Mak Yevropada bir bo'lik narsa chiqdi. Qadrlar. Ammo skolarizmninki islom dunyosida bo'libmi, arab dunyosida ya demokratiyasi bo'lmasa, ya taraqqiyot bo'lmasa, ya erkinligi bo'lmasa, yoki hurligi bo'lmasa, yoki ko'p xil siyosiy partiyaning yo'li qo'ymasa, boshqa fikr qilganlarni qo'llashdirmasin, yoki huquqni qo'ldan-qo'lga tinch o'tkazib berish bu prinsipni yo'li qo'ymasa, nima ishga yaraydi bu skolarizm? Nima ishga yaraydi? Yuqori degandek musulmonlarning dinini, dunyoligini buzib o'tishga, musulmonlarni bir asrdan ortiq uxultab, qoymoqtirishga yaraydi. Yarg'ini ash. Nima undan boshqa qo'lga keltirdi? Shuning uchun deymizki, biz islom dunyosida jumladan o'zimizda biz taraqqiy qilsak bo'ldi, uyg'onsak bo'ldi, gullansak bo'ldi, oldiq qarab maqsad bo'ldi deydi ekanmiz. Buning birdan bir yo'li diktatorlik, mustabidlik xarakteriga skolarizmda tamamen qutulish lazım. Birdan bir yo'lmish. Xo'sh. Chunki Yevropaga yarashgan keyin bizga ba'zi yerda mos kelmay qoldi. Chunki o'zimizning kimligi bor. O'zimizning qimmat qarashi bor. O'zimizning aqidasi bor. Buning uyg'un kelganini o'z qabul qilamiz, uyg'un kelmaganini olib qolsa, uni joyiga qo'yib qo'yamiz.
Şu faydalı tarafından faydalı bulmagan tarafı olup kalsa onu cahil koyup koydu. Lekin İslam dünyasında bir asır mabeyindeki sekularizm İslam dünyasında terakkiyatga hech qanday his qo'shmagan. Balki vayron bo'lishininki sabab bo'lgan. Ko'pdan ko'p rahmat. Ya'ni sekularizmning islom dünyasida keltirib chiqargan nimalarning tajribasi, bu yerda tajriba qilinishi orqali ziyondan boshqa narsaga erishilmaganligini xulosalab berdingiz. Shundan bir savolim bor, uni xulosalab o'tdingiz. Xo'sh, endi oxirida shu oxirlash programning oxiriga kelib qoldik. Siyosiy islom atalg'usi shu yaqinqi yillarda ko'p tilga ilinadigan bo'lib qoldi endi shu. Bu sekularizmning natijasi deb qaramdik buni yoki deb qaraymiz. Bu yerda bir noktalardan birisi var, mühim dikkat qilish noktalardan birisi. Siyasi İslam degan atalg'u. Qisqarliq bir atalg'u. Mesela bu atalg'u qachon paydo bo'lgan buni bilib baqish deyishdi. Siyasi İslam degan bu atalg'u 20-asrning oxirlarida, ya'ni 70-yili, 80-yili, 90 mush atroflarda, 1970 dan 90lar atrofidan G'arb istixborotlari tarafidan ishlab chiqarilgan bir atalg'u. Buningki tegi mayda qaraydigan bo'lsak, musulmonlarning siyosiy sohaga kuchga erishishini cheklash uchun. Bular, ya'ni g'arb istixborotlari har xil usulni qo'yib baqdi. Masalan, Xitoylarni misol olsak, oson tushunib olamiz. Nima ish bunda deb yozilgan deyish mumkin. Xitoylar qarab baq. Xitoylar bizda mustamlika qildi. Bir qarshilik harakati bo'lsa, jihad harakati bo'lsa, Xitoyning mustamlikasini qabul qilmas harakati bo'lib qolsa, bularningki kaydirayotgan qalpoqlari tugab qolamdi. 5 yil ilgari bir qalpoq kaydirganmiz, 10 yil ilgari yana bizni chiqardi. Yana bundaki bularning kaydirilgan qalpoqlari uqul tushishun, besish uchun, ro'yini uzish uchun to'xtab qolmaydi. Tushunishga bo'lish uchun o'zimizda misol keltirib o'tdim. Shunga o'xshayib bular ilgari uni buni deb baqqan bo'lsa, oxirdagi islom uyg'unish harakati, ya'ni Arab dunyosi, islom dunyosi oxirisi 60-yili g'arbning mustamlikasidan qutulgan bo'lsa, masalan, Liviya oxirgisi qo'ydim, Umar Muxtarning tarixini ko'pincha o'z filmidan 60-yili ozod bo'lgan. Shu 70-yillar atrofida ozod bo'lgan, uzun bo'lmadi. Bu harbiy jihatdan yoki harbiy isloh jihatdan ozod bo'lgandan keyin, gar siyosiy fikr jihatdan ozod bo'lamizmi? Bu yerda bir uyg'unish holati yuz berdi. Siyosiy jihatdan uyg'unish, fikr jihatdan uyg'unish. Demak, erkinlik insonni uyg'otadi. Yurlik insonga tafakkur bag'ishlaydi. Bu uyg'unishdan keyin musulmonlar o'zining kimligini qaytadan bayqashga qarabmadi. Biz kim? Bizning qimmat qarashimiz nima? Asli o'zimizningki kimlik o'limizlar, yoshimiz deydigan bu aqim gullanishga boshladi. Shunga bu askariy tarafdan chekilgan bo'lsa-mu, lekin iqtisodiy tarafdan buni Fransiyaningki Liviyadagi va boshqa yerdagi harakat moliya olamda, yana bir yerdagi harakatlarni buni ko'rib olgan bo'ldi. Hozirgacha davomlashayotganligi mustamlikasini, o'zining aqo'lisiga kirib chiqayotganligi. Shunga bu g'arb istixborotlari islom dunyosini yanalam buni besib turish uchun ular bu atalg'an kimga qaratgansa, mustabid zolimlarga qarshi turayotgan. Ya'ni Arab dunyosi va jumladan islom dunyosi mustaqil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin hokimiyat beshiga chiqqanlar millatningki irodasiga vakillik qilgan hokimlar emas. Ko'pincha xuddi Angliya Falastinga chiqib ketgan vaqtida qo'ziqdan bir chiqib tikib qo'yib chiqib ketganda o'zining bizmag'igan Arab dunyosini bu qo'ziqli bo'lmaydi. Shunga bu islom uyg'unish harakati bu siyosiy mustabidlarga qarshi turishga atlangan vaqtida, mustaqillik uchun kurash qilishga atlangan vaqtida biz o'zimizningki bir butun hayot nazariyamiz bor, bir butun hayot metodimiz bor. Shuni bilan yashashimiz lozim. Bu g'arblashtirish, xuddi xitoylashtirish. Xitoylarmi islomni xitoylashtirish deganga o'xshash, bumi g'arblashtirish, bu ideyasiga qarshi turish lozim deydigan bu xil ruh bilan harakat qilayotgan islom harakatlarini qisish, cheklash, ular dushmanlik qilish, islomni yo'q masjiddan sirt chiqarishga bo'lmaydi. Buni sirtqa siyosiy hayotga o'rnashtirishga bo'lmaydi.
buni ijtimoiyat yiroqlashtirish lozim degan maqsadda musulmonlarni qaymoqtirish uchun, ozdirish uchun o'ttirib chiqqan bir atalg'u. Bu atalg'uningki kelib chiqishi, mohiyati, xarakteri bu. Endi bu qiziq yeri islom dunyosidagi islom harakatlari, ya'ni biz musulmon bo'lgandan keyin o'zimizning kimligi bilan yashashimiz lozim, o'zimizning aqidamiz bilan yashashimiz lozim degan islom harakatlari bu sekularizm keltirib chiqargan nurg'un ofatlar yuqorida. Masalan, siyosiy jihatdan, ijtimoiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan va fikriy jihat. Bu ziyonkashliklarga yoki bu buzg'unchiliklarga taqobil turish yo'lida harakat o'tgan vaqtida bularni to'sash, bularni oldi qutilgachang bo'lish uchun yoki millatni bulardan yiroqlashtirish uchun yoki hokimiyat o'zini to'g'ri yo'lda bular xuddi boş en davrda Afgan'dan bir bölük adamlardan çıkarıp kanundan sırtıdaki insanlar da Guantanamo'ga bir bölük insanlar kanundan sırtıda taşıp etkende. Aynı adamlar deyiş için bu İslam ruhuyla yaşayatkan, İslami kimlik bilen yaşayamayan dediği adamlarga siyasi İslam degan qalpoq kiydirildi. Bu ishlab chiqarilish g'arb istixborotidan bundan tatbiqlanishi g'arb istixborotininki qo'ziqlari ya qo'chaqlari bo'lgan sekularizm hokimiyatlar tarafidan işletilip geldi. Bugün kadar işletilip gelmekte. Bu atalık baza taptı olsa kısmen baza taptı. Kayır var. Mesela siyasetle hiç yok tasavvuf akımları var. Buna hakimiyet bizden ki saklediğin yerimizde çekilmese bizden başka kişi bilen karımız yok, siyasetle çıkanda alakımız yok dediğin tasavvuf akımları var. Bu isimle ançılmış kullanıp koydu böyle. Mustabid olamdı, diktatör olamdı, onun bilen kar yok bu tasavvuf akımlarının ki. Bu bugünkü Arab dunyosidagi tasavvuf aqimlarininki hattoki bir hokimga 100 yilgacha yashashim ko'zi yetmaydi, 100 yilgacha bay'at berib o'tirgan, 100 yilgacha raislik saylab o'tirgan bu xil passiv darajadagi tasavvuf aqimlari buni qo'llandi. Shuning bilan birlikda yana hokim mustabid bo'lsin, zolim bo'lsin, diktator bo'lsin, uningga qarshi chiqish bo'lmaydi, itoat qilish farz deb davron solgan bir qism qatman aqimlar bor. Bularmı siyasi İslam degan aqimni hokimiyatning tashabbusi bilan yoki islomni tushunmaslik yoki dutligi bilan bu ismni qo'llanib kelmoqda. Hokimiyatga moslashib qo'llanib kelmoqda. Chunki az to'la manfaat bormiz, manfaati bor. Endi bu yerda bir halqaliq nuqtadan birisi bu sekularizmlarning ba'zisi ham hammasi emas. Bu har xil bular. G'arb dunyosi har xil bo'lganda islom dunyosi sekularizm har xil. Bularning ba'zisi payg'ambarimizning bu payg'ambarlik sifatidan boshqa davlat qurganlik sifati yo'q. Yoki biror hukumatga rais bo'lganlik sifati yo'q deb qaraydi. Demak, davlat quruvchi yoki hukumat boshqaruvchi sifatini inkor qiladi. Ham bu islomningki davlat bilan siyosat bilan hech qanday munosabat yo'q. Islom degan faqat ruhga ko'ngil bo'ldigan, bir axloqni poklaydigan xristianlikka o'xshash bir dindan iborat deb qaraydigan bir qism sekularizmlar. Ma'vul qisman sekularizmlar. Ashqul sekularizmlar hamma tarafdan supurib bo'lmadi. Hem afsuski bunday qaraydiganlar bu islomning dini bilan siyosatni birlashtirgan metodini bilmaydi qoldi. Shundaqda islomningki dini bilan siyosatni ayirib qarashdan to'g'ri demaydiganligini uning bilmaydigan insonlar. Ya'ni ayirib qaraydiganlar sekularizm buni qabul qilmaydi, uni o'qimaydi. Ham birlashtiradigan u tarafini buni bilmaydi. Demak, islomningki metodini bilmagan ikki xil. Birisi islomningki siyaset bilan dinni birlashtirganlik tarafini bilmagan, ham shunday ham islomni dinni ayirib etsa, buni bo'lmaydi degan bu tarafini bilmaydiganlar. Ham bu yerda qisqarlik yana bir tarafi bor. Mushu 20-asrning oxirlari bo'lsa kerak. Bir necha 10-20 yil atrofida bu islom dunyosi ko'pincha harbiy jihatdan mustamlik bo'lib davlat qurish bosqichiga kelgan vaqtida bu davlatning ona qonuni tuzib chiqish taraflarida tabiiyat nurg'un talash-tartishlar, nurg'un fikriy suhbatlar bo'ladi. Bu sekularizmlar hali uzundan hokimiyat peshiga chiqqan, ma'arifni boshqargan, tashviqot yo'lining qo'lda bo'lgan bular. Lekin bu musulmonlarningki siyosiy nazariyasi yo'q. G'arbga o'xshab mukammal siyosiy sistemasi yo'q. Bu musulmonlar g'arbga o'xshash hokimiyat bilan xalq orasidagi huquq majburiyatni tanshab turgan ijtimoiy kelishim nazariyasi yo'q deb endi davron soladi. Musulmonlar o'zlarining kitobidan, o'zlari e'tiqod qilgan Qur'on sunnat manbalaridan islomning nazariyasi bu. Islom siyosiy prinsipni, siyosatning prinsipini o'tirib qo'ygan tafsilotini
davr zamonda aqlga, ijtihodga buni topshirgan izdansak bo'ladi. Islomning siyosiy nazariyasi bu deb o'tirib qo'ygan vaqtida, u vaqt chidamay nima deb o'tirib qo'ydi? Bu siyosiy islomchilar degan qalpoqni kiydi. Ya'ni sat ko'rsish uchun, ya'ni dushmanlik qilish uchun, ya'ni qorlash uchun bu atalib qo'ydi. Dastlabda eka bu islomning siyosiy nazariyasi yo'q dedi. Bu ijtimoiy nazariya, ijtimoiy kelishim nazariyasi yo'q dedi. Mana bu bizning kitoblarimizda bu. Mana asos qonunimiz bor deb o'tirga chiqadi islom ulamolari. U vaqtida yana oldin to'sashchi sekularizmchilar. Bu siyosiy islomchilar bu. Bular hokimiyatni qo'lga olmoqchi. Davlatni bizdan tortib olmoqchi edi. Xuddi ba'zi dushmanlar bu davlatni bo'lmoqchi deb qalpoq kiydirgandek, dal bu Arab dunyosidagi islom sekularizmchilar shu rolni o'ynab kelgan bu qiziq bir holat. Qiziq bir ahvol. Lekin buni tamamen mat qilib o'tadigan bir narsa bor. Bu sekularizmda Arab dunyosidagi islom dunyosi sekularizm cho'qinadigan sharqshunoslar deydigan bir insonlar. Ya'ni Yevropalik islom dunyosini islom tadqiq qilgan bir insonlar. Bularning tadqiqotlari bularni mat qilib qo'yadigan ahvollar hali bor. Garchi ko'pimiz dushmanlik qilgan bo'lsa, insofliklar nechta bo'lgan uchun. Masalan, sharqshunoslarning ba'zisi Peygamberimizden devlet reisi olaş, süptü bilen, peygamberlikten başka, devlet reis bula süptü bilen oturup koygan tecrübelerinin alaylı kıymetliklerini bayan kıygan. Medine devletindeki ictimai adalet ve asas kanun süptüde, tuluk vatandaşlık kanununa allıbırın yol koyganlıkta ibaret tecrübesine oturup koygan misallar gibi. Mesela bunun katarından Doktor Şaht'ninki, meşhur şahslardan birisi, Şaht. Aynı bir sözü var, misal alaylı, şerhşunas. İslam fakat din emas diyor. Fakat ruhi bir din emas. Belki o kanuni ve siyasi nezriyege igi bir dindir. Hoş. Kanuni ve siyasi nezriyege igi bir dindir. Yıkıp etken vaxtıda dini bilen devletini, ya dini bilen siyasetini birleştirgen mükemmel bir tüzümdür deydiğen şerhşunaslarına sözü var. Demek bunun ki siyasi İslam degan atalgısı, istihbaratning oyunu. Buni anchamuch Amerikadagi RAND tashkiloti anchamuch qo'llanib qo'ydi buni. Buni 3000 dan ortiq tadqiqotchilar ishlaydi ismini qilishi yoki 6000 mi? Shu bizniki anchamuch yozarlar shu yerdan olib anchamuch buni bazaga qilib baqadi. Lekin ishdan tagi bu g'arb istihborot chiqqan, endi islomning prinsipi ro'y bo'yicha yashaymaydigan sağlam ideya, sağlam fikrdagi musulmonlarni cheklash uchun qo'yilgan bir to'saqdan ibaret. Bu Müslümanlık bilan hiç alakası yok. Yana bir tarafı, bu atalgının bir mahiyetini biraz bayan kılsa, siyasi İslam degan atalgı bulan demek yoğunu, İslam'da siyaset nezarisi yok dedi. İslam'da siyasi atalgı deyilgan narsa yok. İslam'ның devletçilik bilan bir münasebeti yok. Lekin mush İslam hareketleri paydo olan, İslam'ның siyasi vadini ko'tarib chiqdi. Asli İslam degan tasavvuf aqimiga o'xshash faqatlamay xonqada bo'lsa, yak hakimiyetimiz hemmesi baş üstüge labbay deydigan bir qism qatbal iqimdagilarga qo'shib munda bo'lsa bo'ldi. Lekin bu siyosetga aralashib, mustaqillik da'vosi qilib, bu sen tajovuzchi, sen mustamlikchi deb bunda qarshi turgan odamlar bo'lsa bo'lmaydi degan maqsadda o'ttirg'i chiqarilgan bir suiqasd nazariyasi iborat. Bunun İslamda hech qanday bir aloqasi yo'q. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Programning oxirida shu albatta bugün 4-nji sekularizm haqida 4-nji bölüm o'tiribdik. Nurg'ulg'an mazmunlar so'zlangan bo'ldi. Endi shu bir musulmonningki sekularizm ideyasini tashviq qilayotgan mayli partiyaga a'zo bo'lish bo'lsin, yoki uni qo'llashi bo'lsin, yoki shunday tashkilot, shaxs, partiya shunday bir yerlarga bevosita qatnashishi yoki qatnashmay sirtda turib uningga yordamlarni qilishi degandek buning to'g'rimi xatomi bu haqida bir gap bilan tugatgan bo'lsak oxirida. Bu biz duch kelayotgan ig'ir qiyinchiliklarning birisi. Xo'sh. Boshqalarning duch kelayotgan islom dunyosida yuqorida bir az misol oldik, qisqa to'xtaldik. Biz bugun bu qisman duch kelayotgan bir qiyinchiliklarning birisi. Elbette Müslüman bo'lishibdi bilan buningki ma'noga yo'li aniq bo'lishi lozim. Bir ishni qilib bo'lib bu to'g'rimi xatomi deb o'ylanmay, ishni qilishdan ilgari, bir fikrni qilishdan ilgari, bir tasavvur, nazariyani qabul qilishdan ilgari dastlabda bir izlanib baqish lozim. Xo'sh. Mening aqidamga uyg'un keladi.
Meniki milliy va diniy kimligimga to'g'ri kelamdi. Mening qimmat qarashimga to'g'ri kelamdi. Deydigan bu narsani o'ylab baqish lozim. Chunki dinimiz izdan, tadqiq qil, tafakkur qil. Dastlabda o'zingizga dinini bil. Anan keyin o'ttirib tashlangan bu nazariyani yoki tashkilotning ideyasiga bir qarab chiq. Agar buning islomga uyg'un kelsa, sening qimmat qarashingga, aqidangga uyg'un kelsa, qatnash, kir, qo'lla, yardım. Agar sening aqidangga uyg'un kelmasa, musulmon kimligini zid qilgan bo'lib qolsa, bu yerda bir mezon bo'lish kerak. Odamda bir tarozi bo'lish kerak, fikr qabul qilishda, tashkilotga kirishda yoki kirmaslikda bir mezon bo'lish lozim. Bu xuddi halol harom masala yemek ichmakdan bir mezon bo'lganda, ehtiyot qilganda, bu fikr masalasimi to'g'ri bilan xatoni orasida aniq bizda va'tal mezon bir mezon bo'lish kerak. Agar bilmay qolib qolsangiz, Qur'on Karim degandek fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmay qolib qolsangiz, olimdan so'radi. Ammo afsuski bizningki qarindoshlarimiz, yoshlarimiz bir g'arita ahvoli. Ishni qilib bo'lib turib endi so'raydi. Xo'sh. Masalan, biz bir tashkilot kirib bo'lib, "Ma tashkilot kiribdim, buning hukmi qanday?" dedi. Masalan, bir necha savollar bo'ldi. Birinchisi mana qalbingda vijdonni so'rab baq. Agar shu tashkilot islabda sen bir imzo qo'yishinglar bir tashkilot a'zosi. Bu tashkilotningki falsafasi. Buni ismi bilan aldanmadir. Ismi bilan ishimiz yo'q. Mustaqillik degan ismni qo'yib olganligi uning ideyasining fikrininki to'g'ri ekanligini ko'rsatmaydi. Xo'sh. Ishning bashi mustaqillik. Biz o'tganimizda musulmonga nisbatan, mustamlik tushib qolgan musulmonga nisbatan ozodlik harakatini tutib menishi yoki mustaqil erishmoqchi uning aqidasi edi. Davomliq buni deymiz. Burundan tatib biz buni so'zlab keldik, kitoblarimizda deb keldik. Demak, bu yerda mustaqil degan ism bilan oldinib keyinga qaramaslik xato. Mustaqillik birinchisi. Mo'y. Endi uning tutib madigan yo'li. Bu islomning qimmat qarashiga uyg'un emasmi? Bu to'g'ri yo'lga, to'g'ri fikr bo'yicha ish qilamdi yoki xato ish qilamdi? Buni ham qarab tava bo'lish lozim. Masalan, buning ko'l zamonida misolni olsak, ba'zanlar bir zamonlarda ko'l o'tib ketgan ba'zi Daesh haqida talashlar chiqqanlar, "Voy islom xalifalik bo'lsa, islom davlat tug'an bo'lsa, nima ish qilsa qo'llamaydi, kirsak bo'lmaydi" deb, lekin islomni tushunmayman, men bilan talashlar chiqqan nechtisi bor. Voy sen bilmaysiz, uqmaysiz bunga fikri, ideyasi qaraysiz, ismi bilan aldanmaysiz. Bugun kunlar shularning ba'zi bir partiyaga kiryapti. Va bizdan oqsoqol ko'rishaylik dedi. Nima deb ko'rishadi ekanmiz? Ko'rishadigan bo'lsa bilan ish qanam kelsin. Mening oldiga boradigan ishim yo'q. A'zo bo'ladigan ishim yo'q. Sağlam fikirdeki bir tashkilot bo'lib qolsa, qo'llaymiz. Sağlam idealik bo'lsa, madad beramiz. Agar ideya sağlam bo'lmasa, bunda bizning ishimiz yo'q. Bizning tutgan yo'limiz sirotal mustaqim bo'yicha aniq bo'lish lozim. Biz masjidga kirgan chaqda musulmon, siyosat chiqqan tashkilot qurgan chaqda almani yoki sekularizm bo'lib olsa, bu vaqtda Allohning oldida hisob bermaymiz. Bizga bu dunyoda yuri yashashimiz, insoniy qimmatimiz bilan yashashimiz, insani hurmatimiz bilan yashashimiz lozim. Oxiratga borgan chaqdimi? Ve insonligimizni saqlab, do'zaxdan saqlanib bizga jannat lozim. Shon nim bo'lsa bo'ladi deb aytganmaydi, bu hayot qisqa bir hayot. Lekin muhim hayot. Oxiratda yoki do'zax qarab manishimizga yoki jannat qarab manishimizdan o'lchimini bekitib turgan kompas xarakterli hayot. Eng nozik hayot. Uning ustiga biz qancha yashashni bilmaymiz. Biz ish qilish buyurildi, harakat qilish buyurildi, mas'uliyatni ado qilish buyurildi, ammo to'g'ri yo'lni tanlash bu eng muhimliklardan birisi. Şun bir yerde teşkilatımız onu buna qilsa, dastlab mizan qo'yish lazım. Biz 3 yoki 4 programmamizda sekularizmning xarakterini bayon qildik. Buniki islom uyg'un qilgan kammaydiganligi yo'q. Bugungi kunlikda buniki islom dunyosi apkaga musibat xabarlardan o'rnak shaklida o'tirib qo'ydi. Hech qanday bir manfaat apkamaydigan. Hattoki islom dunyosi biz Uyg'urlarning xo'sh, buni qabul qilish majbur emasligimiz. Bunlarga ehtiyojim yo'qdir bu. Diniy aqidamizdan sirt buning xatolik, aniq dastlab programmamiz biz xato deb edim. Dastlabda xato deb kelyapmiz. Xo'sh. Unda o'g'anchada bir musulmon odam men bu dunyodan bir sog'lom yashay, oxiratga borganimda Allohning oldida hisob bera oladigan bir holat bilan ketay desa, bu xil tashkilotlarga bilan kirmaslik lozim. Bunga yaqin kelmas, kirgan bo'lsa tavba qilish lozim. Chunki musulmonlikning taqozosi. Ba'zan deyish mumkin, bugun dunyo bunday tursa, bugun u tursa, g'arbda yashag'al bunday tursa, Yevropa bizga yordam beradigan yoki yordam bermaydigan tursa, bir bo'lib borni ko'rib, hammasi quruq imzakda iborat. Bu millatni aldashdan iborat. Men o'tgan dedim. G'arb dunyosi, to'g'ri, siyosiy harakat g'arb dunyosi jonliq bo'lardi. Ko'plagan davlatlar insonlik nuqtasidan
yordam qo'lini suzib o'tadi deydi. Lekin ular bizning kafir bo'lishimizni talab qilmaydi. Talab qilib qolib yo'q deymiz. Biz dunyoda oxirat lazım bizga deymiz. Xristian bo'lsa yo'q deymiz. Hem u talab qilmaydi, hem bizning uni tanlashimizning o'zi bir xato. Skolar oldagi yerim yo'q. U deydigini sen o'zing bir ozod bo'lish uchun bizga mi yaxshi, sana mi yaxshi, bizdan cho'ng dushimiz yo'q tushgan, sen jallansan bizga foydasi bor deydi u. Uyg'ur sen chechilib yurmay 86 partiyaga tashkilotga bir bo'lib, jalliq bo'lib maydonda rasmiy tursan, biz kaynatdan xo'sh. Yardak bersak, sana yordam bersak, u vaqt sen mi foydalasan, bizim foydalımız. Onun deydigan felsefesi aşı. Lekin bizde skolar oluşunu, kafir oluşumuzni, murtad oluşumuzni yani bizden talep qilmaydi. Nima uchun bu yer bo'lmagan ishdan oldin olib? Xo'sh. Skolar nazariyasini o'tirib qo'yamiz. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Abay Liviyaninki mustaqil bo'lgan tarixi shu Umar Muxtorninkin Fransiya va Angliyaning nimasiga qilib oxirida Fransiya Ikkinchi dunyo urushidan keyin Fransiya va Angliyaga qoldi deb undan birlashmish BDT 1949-yili Liviyaning mustaqil bir davlat bo'lishi kerakligini bildirib, nurg'un ko'rishlardan keyin 1951-yili Sheyx Idris tamsil qilib birlashmish BDT tarafidan mustaqillikka erishgan tunji davlat bo'ldi deydi 51-yili. Keyin 69-yili hammamiz bilgan Muammar Qaddafi harbiy o'zgarish qiliblam elib oxir undan keyin natijasini ko'rgan bo'ldik. Algeriya 1962-yili mustaqil bo'lgan ekan. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz shuna qilib bu sekularizm masalasi bir qancha bo'limlik programmamiz bilan mushahada oxirlashgan bo'ldi. Albatta, nihoyatda hamma jihatdan tafsili balki shu 97 bo'limlik bo'lgan 97-bo'limni bitkizgan bo'lsak, eng ko'p to'xtalgan, nihoyatda tafsili to'xtalgan bir temaning birisi deb qarayman. Hem to'xtalishi kerak edi bu tema albatta. Chunki ichiga shunday bir jamiyat yashayapmiz. Ro'shan bo'lmagan, g'uva bo'lib qolgan yeri yo'q deb qarayman. Hamma jihatdan to'xtaldik. Rabbim inshaalloh to'g'ri shaklda tushunib, o'zimizningki bugungi atrofimizdagi islom dunyosidagi vaziyatga, musulmonlarning ahvoliga bugungi bu qisqa bir oxirgi bir asrga qarablam hukm bermasdan bu parlaq dinimizni manbalaridan o'rganib, bu tariximizga bir qarab, zodi guna bugun buni xato ijro qilayotgan, xato mengayotgan musulmonlardimi yoki bu buyuk islomdimi deganni va insof bilan manbaga qarab turib, ondan hukm chiqaraylik. Ondan boshqalarga hayron bo'lishga oldirsak, shu vaqtda kechikmaymiz. Amaliyotda uni o'qigan vaqtimizda bu varaqligan vaqtimizda tarix batlarini aslida hayron qoluvchiligi yo'q ekanligini voy tova deb his qilamiz hamda. Voy bu hech qanday bir numus qilishga tegishlik millionlagan, minglagan batlar ekan bu deb shu vaqtda his qilamiz. Bugungi parpurlarga aldinib ketmaymiz deb qarayman. Inshaalloh Rabbim umr bersa, oldimizdagi sonda boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.